Bugun hamma yo'g'i ichida atiga 70 kvadrat bo'lgan uyni ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Biz Rossiyada oilaviy biznesimiz bor. Shu uy qurib sotamiz. Oxirgi 5 yilda 40 tadan ortiq uy qurib sotdik va shu uylardan bittasini obzor qilgim keldi bugun. Shu orqamdagi uy atiga 70 kvadrat, hamma yo'g'i ichida bo'lgan uy. Kichkina bo'lishiga qaramasdan, ichida 3 xona, alohida kuxnya, gostinaya, ya'ni oshxona, alohida kotelniya, alohida sanuzeli bilan 3 tomondan o'sha zabor qilib, sotuvga hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir ichidan ham bir ko'rsataman. Qani. Tak, uyning ichini ko'ramiz. Qani. Ketdik. Mana eshikni ochganimizda ana o'ng tomonda bu yerga shu shkaf qo'yib qo'ysa bo'ladi. Umuman shu vishilka kiyim-kechakka yechgani va chap tomonda biz kotelnik